أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الدرس الخامس والثلاثون من 35 درسimiz القسم الثاني في الفعل وقد سبق تعريفه. Yani biz kitabımızdaki ikinci kısmı pil hakkındaki mezmunlara geldik. Dersin başlashdan ilgari o'tgan mazmunlarni qisqacha bir eslab o'tsak, biz nahviningki aloqador mazmunini kalima va kalam deb ikki turga bo'lib gapni kalimadan boshlagan. Kitobimizningki asosiy mazmunimi shu kalima haqida, bo'ladiganlik haqida biz burun darsning beshida ba'zi bir tushunchalarni bilib o'tgan. Ya'ni biz kalimaning o'zidagi ma'noni mustaqil ifodalash yoki ifodalamaslik, ifodalagan ma'nosi biraz zamonga oid bo'lish yoki oid bo'lmaslik haqida mushunda ahvollarga qarab turib kalimani cho'ng jihatdan ism, fe'l, hamda nima harf deb uch cho'ng qismga bo'lgan. Kitobimizning boshida biz buning birinchi qismi ism haqida to'xtaldik. İsimni ism ma'rab, ism mabni deb ikkiga bo'ldik. Ism ma'rabni marfuat, mansubat, majrurat deb asosiy uch qismga va tawabi deb oxirgi ergashma shakldagi bir mazmunlar bilan oxirlashtirdik. Undan keyin mabnini 8 turga bo'ldik. Mu'rab mabnidan farq bo'lgandan keyin ismga munosabatlik, grammatiklik o'ringa munosabatsiz, ya'ni grammatiklik o'rin qanday bo'lishidan munosabatsiz, ya'ni mu'rab mabnilikdan munosabatsiz ismning boshqa aloqador mazmunlar haqida to'xtaldik. Oldingi darsimizda shu haqdagi mazmunlar butunlay oxirlashib, bugun hamda kitobimizning 35-darsi ikkinchi qismi pil haqidagi mazmunlarga keldik. Hani pilni biz kitabımızın başında tunuşturgan. Yani vaqat sabaqa ta'rifuhu degani biz bunun ta'rifatını burun o'tib ketgan, biz bunu tunuşturib bo'lgan. Yani mustaqil bir ma'noni ifodalagan ma'nosi o'z zamonning biriga oid bo'lgan so'zni fe'l deb tunuşturgan. Yani bir o'zimizning tushuntirilishida fe'l deganimiz ish harakatni ifodalaydigan so'z turkumini fe'l degan. Endi fe'lning qismlari biz şu vaqtda tunuşturgandik, o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman. Ama grammatika nuqtasidan biz fe'lni modi, al-mudari, al-amr deb cho'ng uch turga bo'lamiz. Chunki arab tilida yasilib chiqadigan butun fe'llar shu 3 xil fe'lni asos qilib turib, qana qiladi, turlanib, shaxslanib chiqadi. Buning ichidagi modi deganimiz o'tgan zaman fe'lini ko'rsatadi. Mudari deganimiz hozirgi zaman fe'ldan kelgusi zaman fe'lini ko'rsatadi. Buning hozirgi zaman bilan kelgusini ayiradigan ba'zi bir alomatlar bor. Amr deganimiz buyruq fe'lisi. Ham fe'llarning butun yasalishi mush 3 turini asos qilgan bo'lg'achqa, shu fe'lni hozircha 3 ga bo'lib olamiz. Endi biz buni darsni boshlashdan ilgari sarfda o'qigan fe'lning turilish ahvolini bir eslab o'tash to'g'ri keladi. Fe'lning turilish ahvoli va buning qo'yilgan o'lcham haqida biz sarfda fa'alani o'lcham qilib turib fa'ala modi qildi, yani o'tgan zaman ifodalaydigan fe'l o'lchami yaf'ilu mudari, yani fe'l bobidan qilyotidi, qiladi, fi'lan masdar qilmoq yoki qilish, fa'ilun ismi fa'il qilgan, qiladigan, qilyotgan, qilg'uchi, maf'ulun ismi maf'ul qiling'uchi, qilingan, qilinayotgan, qilinadigan, lam yaf'il qilmidi o'tgan zaman inkor bulusiz fe'l, la yaf'ilu yaf'ilu bobidan chiqarilgan bo'lg'achqa, ya'ni qilmaydi, kelgusi zaman ifodalaydi, kelgusi zaman bulusiz. If'il qilgan, liyaf'il uchinchi shaxs qilsin buyruq fe'l, la taf'il ikkinchi shaxs bulusiz buyruq fe'l dan boshlangan turlanish shakli, undan keyin bundan chiqarilgan ism shakli maf'ilun ismi zaman ism makon qiladigan o'rin vaqtni ko'rsatadi. Shunga munosabat atalg'lar misharini chiqadi. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Ma 3 xil o'lcham. Ismi olat, ya'ni mushu fe'l shuni bilan yuz beradigan vositalarni ko'rsatadi. Shu xildagi atalg'lar mushani yasilib chiqadi. Af'alu, ashurmu sifatdash, ismi tafsil deb oldingi darslarda o'qidik. Mushu bo'yicha biz fe'llarni turlab chiqqan. Buning ichidagi ism fa'il, ism maf'ul, ism zon, ism makon, ismi olat, ismi tafsil deganlar ismga tava.
Qolgan shakllarning hammasi pilga tava. Mushlarning ichidagi yasilib chiqish umumiy ahvoli mush 3 xil pilni asos qilib. Buning ichida modi bir xil, amr bir xil. Undan boshqa pillarning hammasi pil mudari asos qilib turib turilinib chiqadi. Masalan, yaf'ilu mudari, lam yaf'il, la yaf'ilu, li yaf'il, la taf'il. Hatta amaliyotda texnik tahqiq vaqtida amr pil mudaridan chiqadi. Har holda pillarning onisi uch xil pil bo'ladi. Undan boshqa buning ichidagi modi bilan amr ikkisi mabni pil deymiz. Ya'ni bularning aloqi oldiga kirgan qo'shimchalar o'zgarishimi bu pillarning oxirisida o'zgarish yuz bermaydi. Ammo fil mudari'da o'zgarishlar yuz beradi. Ya'ni buning ifoda etadigan ma'ni jihatda harf soni jihatda bir qism xususiyatlarda bu ismga o'xshaydigan bir xil alohidliklar bor. Shu nuqtadan biz fil mudari'ni garchi pil bo'lsa-mu mu'rab qatoriga tiqib turib, fil mudari'ning oxirida ba'zida pash o'qiladigan, ba'zi zar o'qiladigan, ba'zi sakin bo'ladigan, bir xil ba'zida harflar tashlanadigan bir xil alomatlar orqali buningki o'zgarganligini ifodalaymiz. Mushu buning nimligi, mu'rabligi, shunga boshqa pillarni bundan yaslab chiqarish imkoniyati bor. Anda biz darsni boshdan boshlaylik. Al-fi'lul madi. Abtur fil madini boshladi. Al-fi'lul madi, ya'ni fil madi deganimiz mushu xabar zaman degan jumlaning mazmuni ifodalangan, jumla o'tirib qo'yilgan demak. Ya'ni xabariya deb ma'runda takallum, ixbar, lug'at ma'nosi maqsad. Ya'ni mushu jumla so'zlangan vaqtdan ilgirki vaqtni ifoda etadigan fe'l. Masalan, qanday shaklda bo'lsin? Mangdi, ketdi, o'tdi, masalan, mushu gap ig'zimdan chiqishining oldin yuz bergan ishlarda u o'simi zavarga mabni, sukunga mabni yoki zammga mabni. Bu fil modi bayatman degandek mabni, lekin 3 xil holatga mabni, 3 xil harakatga mabni. Ya zavarga, yoki sukunga, yoki dammiga. Endi o'zinglar kitobga qarashdan ilgari bilib olasizlar, turlab baqsanglar. Masalan, fa'ala degan fe'lni turlasak, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mushu umumiy turlangan fillarning ichida fa'alnadan boshlab fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Fil madining oxirisi sakin o'qildi. Sukun. Mahalati sukunga mabni. Fillarning shu vaqtdagi umumiy qurilmasi qarab baqsaq, fillarda marfu, mutaharrik damir va fa'alnada ko'plikning ayollarning nuni va fa'ala, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altu, ta'tuma, tumtituma, tunna. Tunada amnista marfu damir va. Demak, men bir qoida chiqarib olsak bo'ladiki, madi fillan marfu, mutaharrik fillan bu damirlan bo'lib qolsa, madi fil sukunga mabni. Sukunga mabni bu bir qoida. Ondan keyin fillarning turinishiga qoidani qarab baqsaq, fa'ala, fa'ala, fa'alu jamoatning o'sib qolgan vaqtda pashga mabni. Ikkinchi qoida. Mushundan boshqa vaqtlarda, ya'ni damir marfu mutaharrik bo'lmasa va jamoatning o'si bo'lmasa, ko'plikning o'si bo'lmasa, fil madi zvarga mabni. Fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Mana shu shakllarda. Shunga turda o'tadi. Va huwa mabniyun al-fath, zvarga mabni qanday vaqtda? وإن لم يكن معه ضمير مرفوع متحرك. أولاً مرفوع متحرك ضمير ومصا. أجر بوب قاسا. مرفوع متحرك دينا نا تاتماتم تيتماتونا تونالا. بوب قاغا وقت وإلا أجر أشولا قاسا سكون مبني. هم مستا تاتماتو مستا ضربت ما ضربتم دينا ساكن مبني. فشك مبني واو بلن بوسيك فعلوا حالته fashk mabni. Shuni tushunsak bo'ladi. Buni sarfda filtrlab o'rgangan odamning hammasi qanaqlalaydi, bilalaydi. Modining gapi shunchalik. Buni o'rdan ortiq so'zlamaymiz. Chunki bu mabni o'g'ach, bunun boshqa o'zgarish, yasalish ahvolimi yo'q va boshqa alohida ahvollarimi yo'q. Shu buncha muomala qilsak bo'lardi. Endi fil mudori bizni sallaliqqa avar qildig'ini fil mudori. Chunki fil mudori mu'rab. Mu'rab degandan keyin unda o'zgarish intayin ko'p bo'ladi. Filning jumladagi o'rniga qarab turib yoki filning oldiga kirgan avomillarga qarab turib fil mudorining oxirisi o'zgaraydi. Mushu buning mu'rabligining alomati. Mushu nuqtalar bizni sal ancha-muncha qana qiladi, avora qiladi. Abturda o'tadi, fil mudori deganimiz shuna bir filga ismga o'xshaydi. Atayna harflarining biri bilan keladi, avlida labzan degani, oldida atayna degani ya alif
ya ta, ya nun. Yani yadribu, tadribu, adribu, nadribu degandek adribu da alif, tadribu da ta, yadribu da ya, nadribu da nun. Demek hammani yig'ib atayna qilayotganda atayna harflarining birisi oldiga keladi. Va fil mudori o'xshaydi. Ismga o'xshaydi deganimiz ism fa'il demakchi. Men ism fa'il tarjima qilgan vaqtda sizlarga uradigan, urayotganda birga ma'ni depadim emasman. Mushu ma'ni masalan ism fa'ilni hozir zaman kelgusi zaman ma'nisida keladi. O'tgan zaman ma'nisida keladi. Endi fil mudori hozir zaman kelgusi zaman ma'nisida keladi. Qiladi, itudu degan ma'nilarda o'xshaydi endi bir-biriga. Undan keyin ism fa'il bilan fil mudorining harf soni o'xshaydi. Daribun 4 harf bo'lib qolsa, yadribun o'xshaydi 4 harf. Hatto harakat sakanatdan o'xshaydi-ki, bir sakin 3 harf bo'lsa, 3 harakat bo'lsa, anadimi bir sakin 3 harakat bo'ladi. Demak, ism fa'ilga fil mudorining o'xshashlik tarafi intayin ko'p bo'lg'ach, mayli ma'ni jihatdan lafz jihatdan olsun, ma'ni jihatdan lafz jihatdan olsun, buni ismini mudori qo'ygan. Mudor degan gap o'xshaydigan fe'l degan gap. Ismga o'xshaganlik tufaylidan buni qanday qilayotgan, mo'rab qilayotgan. Masalan, nada o'xshaydi desa, o ikkisiningki harakat sakanatlarining ittifoq kelishida o'xshaydi. Masalan, yadribu yastaxriju, bu yadribu yastaxriju, daribun mustaxrijun masalan, ism fa'il shakli. Harflarni sanab baqsanglar bo'ladi, harakat sakanat. Andikin avliga lam ta'kidning kirishida o'xshaydi-ki, inna zaydan la yaqumu-da yaqumunun oldiga lam kiralganidek, endi zaydan la qaimun lam kiralaydi. Chunki ishkilisda hal zaman, hal ma'nida masalan, hozir zamanni endi zaydan la yaqumun zayd haqiqatan hozir o'ri turug'liq degan ma'nida. Endi zaydan la qaimun shu o'xshash huwa ma'nida. Bir ma'ni ishkilis o'xshashlar. Harflarining sonining o'xshashligidagi 4 harf, 6 harf, 6 harf masalan. Ya'ni shundaqla bu fil mudori ismga ma'ni jihatda hal istiqbolni o'tirdi o'rtaqliqqa o'xshaydi ism fa'ilga o'xshash. Ism fa'ilmi hal istiqbolda ikki xil ma'noda keldi. Modi ma'noda keldi, mashqlar alohidligi bor. Fil mudorimi hozirgi zaman ma'noda qilyotdi, aytyotdi, kelgusi zaman ma'noda qiladi, aytadi deb mana ma'noda keladi masalan. Shunga ulamolar, grammatikchilar bu fe'lni mudori deb atadi. Mudori deganning ma'nosi o'xshovchi fe'l degan gap. Yana nimaga o'xshovchi desa ism fa'ilga o'xshovchi, ay mushabihan lismil fa'il. Anikin o'quvchilardan birisi so'rashimiz mumkin, fil mudori hozirgi zaman ma'noda kelgan, kelgusi zaman ma'noda kelgan, qanday ayiramiz desa, buni labzan ayirishning amali. Odatda ma'ni jihatda jumlada hozirgi zaman ifodalaydigan bir ravishlar bo'lib qolsa, yo kelgusi zaman ifodalaydigan ravishlar bor orqali arasak bo'ladi. Masalan, ana zahibun ila al-ma'had al-an desa, hozirgi zaman. Ana zahibun yoki ana azhabu ila al-ma'had gadan desa, kelgusi zaman. Endi labz jihatdan fil mudorininki hozirgi zaman bilan kelgusi zamanni ayiradigan bir alomat bor. Desa abturmuşun deb sin sawfa fil mudorini kelgusi zamonga xos qiladi-ki, kelgusi zamonlar ma'nosida keldi. Sayadribu desa urudu. Sawfa yadribu desa keyinchi urudu degan ma'noda. Amnikin zo'r qilgan lam halga xos qiladigan lam kirib qolsa, hozirgi zaman la yadribu desa urvatu degan ma'no chiqadi mayadan. Urvatu hozirgi zaman ma'ni ifodalaydi. Xo'sh, endi fil mudorininki chiqarilish ahvoli yana bu mazmunlar bizga nisbatan haddidan ziyoda notunish mazmunlar emas. Biz sarflagan vaqtimizda umumiy filning bablarini sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid deb 4 ga bo'lgan. Sulasi mujarrad 6 bob. Ma 6 bobning hammasida fil mudorininki harfi mudoriyat zavar qiladi. Mesela fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ul. Hammasi ya. Fil mudori'ning oldidagi harf, yani harf mudori'a zavar o'qiladi. Ondan keyin sulasi mazid 12 bob. 12 bobning hammasida pesh o'qiladi. Mesela qarasak, nima? Hammasida pesh o'qiladi debdimi? Hammasida pesh o'qilmaydi. 4 harflik fillarda. Mesela af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ondan keyin rubai mujarradmi? 4 harflik o'qishqa pesh o'qiladi. Dahraja yudahriju o'xshash. 4 harflikdan eshib 5 harf ketib qolib qolsa. Mesela sulasi mujarraddan shidiki istaf'ala yastaf'ilu. İnfa'ala yanfa'ilu, ibta'ala yafta'ilu, tafa'ala tafa'ala o'xshash 4 harfdan o'tib ketgan fillarda endi zo'r o'qiladi. Unda bunda ayirsak bo'ladi. 3 harflik filda va 5 harflik fillarda.
Zevar okulu fil mudari'nin harfi muzari'at, töt harflik billada, peş okulu dep çensek, hazırca sizlerinin seviyanlarına nispeten en doğru kılıdığan çence. Şoň apturma davatıdı, töt harflik billada, mudari'at harfi peş okulu. Nedeki rubai, atalığı cehetteki rubai, sulasıki rubai musari'at. Lugat denen, töt harflik bilda. Yani onun madisi töt harf boğan dep çöndürüptü, şuna sanılan buludu. Yudahriyo joğu okşaş. Ondan başka ya da, töt harftin başka, 3 harflik ve 5 harflik billada, 3 harflik ve 5 harflik billada. 5 harfin artık hop kesin bula orada, 5 harflik xas emas. Zuvar okuludu, yadri bu istahrici okşaş, muşu bunun çen sanılan buludu. Endi biz bayatın dersimizin arlaqada manda bir gaplarni qıstuduq. Fil mudari mu'rab deb. Halbuki fil mudari asli fiil. Biz dersning 5-dilam degan fiil degan mabni de asli asas. İsim mu'rabda asas. Fiil mabni de asas. Fil mudari degan bu fiil. Lekin bu mu'rab bo'ldi. Nima ish qadisa biz bayatın degandek ismga o'xshaydigan taraflar kuchli o'g'achqa, şoň buni mu'rab qildik. Şoň abturda vatudi va i'robuhu fil mudarini mu'rab qilishimiz. Halbuki fiildagi asli asas mabnilik turib buni mu'rab qilishimiz fil mudarining ismga o'xshaganlik uchun. Ism degandagi asas i'rob. Ammo fil mudarining mu'rab bo'lmaydigan tarafi bor. Turlab baqayli. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna mishkadagi yadribna tadribna ma ikkisi. Ondan keyin ta'kidlaydigan bir nun var darsimizning oxirida chiqdi kitobimizdan keyin fil mudariga keladi bu-chu la adribanna la nadribanna la fa'alanna degandek. Birisi köplik ayollikning nuni kep qolgan vaqtida fil mudari'da yadribna tadribna. Yana birisi ta'kidning nuni kep qolgan vaqtida fil mudari mabni uludu, undan boshqa yerda nima bo'ladi? Mu'rab. Şoň apturda aytdi, şundaq i'rob berdigan ahwal, fil mudarini mu'rab qilgan ahwal, fil mudariga ta'kidning nuni tutaşmasa va yoki ayollik köplikning nuni tutaşmasa, ondan keyin mu'rabni ikki xil ahvolda mabni deb gapni qo'ydi. Xo'sh, endi gap masala aydınlaştı. Fil mudari mu'rabken, fil mudariga i'rob berish kerak. Xuddi ismni mu'rab degan vaqtimizda ismning grammatikalik o'rni raf'i uludu, nasbi uludu, jar uludu degandek, buning bir narsa borda. Endi buning qanday bo'ladi desa, fil mudarining grammatikalik o'rni raf'i uludu, nasbi uludu, jazm bo'ladi. Jar yo'q, fil mudariga fil g'asr kirmaydi. Biz zirni nimaning xususiyati deganda ismning xususiyati. Qaranglar, raf'i nasbi jar. Endi ismda mo raf'i deganning alomati ba'zida pesh, ba'zida alif, ba'zida vav degan. Nasbi deganning alomati ba'zida zavar, ba'zida alif, ba'zida ya degan. Jarning alomati mo shu xil bir xil ahvollar. Shuni o'xshagan fil mudari'timi raf'ining alomati ba'zida iniq pesh bo'ladi. Ba'zida nunning sabit bo'lishi bo'ladi. Masalan, bir nunlarning masalan nasblikning alomati iniq zavar bo'lgan ahvollar bor. Ba'zi harflarning tushib ketish ahvolim bor. Sukunning alomati aniq sukun bo'lgan ahvollarim bor. Ba'zi harflarningki tushib ketadigan ahvollarim bor. Demak, bunun o'zgacha bir alohidliklari bor. Endi shuningga i'rob bir masalasida ismdagi i'robni o'ylab turib tasavvur qilsanglar bo'ladi. Olib turib davatudi. Yansuru yansura lam yansur deb keldi emas, yansura deb. Masalan, bu yerda yansuru yansura lam yansur da biz aniqla pesh zavar zirniki sakinni ko'rdik. Lekin bu hammasi emas. Xuddi ismdimi Zaydun Zaydan Zaydinda pesh zavar zir butun alomat bo'lmagandek, buningda zavar pesh andan sukun butun alomat emas. Buning o'zgachilik bir i'robi. Ismning i'robi 9 turga bo'lgan. Chunki ismning qismlari, ya'ni ism turlik ismlar bo'lib i'rob berishda shu xil 9 turda i'rob berishni taqa. Endi fil mudari'mi masalan sahih fil bo'ladi, ba'zi naqis fil bo'ladi, ba'zida yana bir xil fillar bo'ladi. Masalan, misol fillar bo'ladi. Deganda kelaqi ismning filning aqsamlarimi 7 aqsamliq fil bo'lgandan keyin fildagi ba'zi o'zgarishlarmi filning har xil i'rob berilishini, i'robning alomatining har xil bo'lishini taqozo qiladi. Shu nuqtadan olib turib aytadi. Fil mudari'ning i'robining turlariga kelsak, fil mudari'ning i'robi ala arba'ati awjuh. 4 turli bo'ladi. Birinchisi raf'ilik holati damma bilan aniq pashlan ifodalanadi. Nasblik holati fatha bilan ifodalanadi. Jazmlik holati sukun bilan ifodalanadi. Bu nima desa, biz hamma yaxshi biladigan mufrad sahih. Mufrad sahih deganimiz turlab baqayli. Yadribu yadriban yadribuna tadribu tadriban yadribna adribu nadribu. Mush bilanganmizda yadribu tazribu azribu nazribu degan bunda mufrad shakldagi fillarning hammasi mushkil shaklda bo'ldi. Muxotibatdan boshqaki tadribinadan boshqa. Tadribinadan unda emas. Masalan, yaktubu
Ektubu, nektubu mesela. Mana hammasi şu. Yaktubu peş. Yaktuba zıvar. Lam yaktub nima? Sukun. Bu birinci xil alamat. İkincisi raf'lik holatida nunning subutini ifodaligini pilning oxirgi nun bo'lsa, marfu ekan deb tushunsak bo'ladi. Nasbi jazmligi nunning hasbi bilan bo'ladiki, ya'ni nunning tushib ketganiga qarab hem apel mensubken yoki majzumken deb o'ylasak bo'ladi. Bunda nima bo'ladi desanglar, biz qaytadan turlaydi ya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, buna qarasak nun va pilava yadribani, yadribuna, tadribani, tadribina, tadribani, tadribuna degandek ikkilikning nuni va ko'plikning nuni va yali va ma yal. Chunki yadribna bilan tadribna hisoblamas qilmasa chunki mabni. Kalongda qaytadan aslanglar yadribna, tadribna degan ayollik ko'plik shakli mabni yo'g'ach buni hisoblamaymiz. Unda bo'lsa yazribu, tajribu, azribu, nazribuning masalasi tugudi. Raf'iliki damma bilan, nasbiliki fatha bilan, jarliki, jazmiliki sukun bilan bo'lgan bo'ldi. Ham bundan boshqa ikkilik ko'plik shakli bor. Yani yadribani, yadribuna, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribina yo'q yana. Oxirning no'g'on bilan tadribina. Mushundan boshqa hammasininki nima? Tadribina bor ma'noda. Ikkilik ko'plik va muxotabat birlikninki raf'iliki nunning bo'g'anlik bilan ifodalanadi, nasbi jazmiliki nunning tushib ketganligiga qarab ifodalanadi. Turda o'tadi hamda bu ikkilikka xos, jami muzakkarga xos, mufrad muxotabatga xos sahiyosini g'ayri olsun. Masalan, huma yaf'alan ikkilik holat, raf'lik holatda nun ba, hum yaf'aluna nun ba, anta taf'alina nun ba. Oldigan lan kelibdi, lan taf'ala nun yo'q, lan taf'alu nun yo'q, lan taf'ali nun yo'q, va lam taf'ala. Demak, nasbilik va jazmlik holatlarda nun yo'q. Nunning bog'ligiga qarab turib fe'l marfu, nunning yo'qligiga qarab turib, ikkilik ko'plik muxotabat nunning yo'qligiga qarab turib fe'l mansub yoki nima majzum. Bu ikkinchi xil holat. Uchinchi xil holat raf'iliki dammini yushurun keltirish bilan bo'ladi. Fe'lning oxirisi harakat kutilmaydigan fe'llar va hammanglar bilasizlar. Masalan, naqis fe'llar. Nasbiliki oshkor zafar bilan bo'ladi. Jazmiliki lam pilning lamining deganga 3-harfning tashlanishi. Masalan, fa'aladiki 3. Masalan, rama desak, ramaya asasi yonni tashlanishi bilan bo'ladi. Bu naqis yayi, naqis vavi. Naqis yayi deganimiz rama uning misoli, naqis vavi deganimiz da'a uning misoli. Da'a asasi, da'ava asasi yoki g'aza va asasi. İkilik emas, köpçük emas, muxotabat emas, ma shaklga. Masalan, boshqalish raf'lik holatda yarmi pesh yushrun, yaghzu. Yushrunlik nima bo'lsa, babni asli shuna sarsak asli yarmiyu yaghzu yoki yad'u. Lan kelgan vaqtda yarmiya yaghzu har ikkisi oshkora. Lam kelgan vaqtda jazmlik holatda yarmi oxirisi ya yo'q, yaghzu oxirisi vo yo'q. Demak, lamni o'dirisiga 3-harf qanday qilinib ketdi, tashlanib ketdi. Mana i'rob ma u. 4-turli i'robda raf'iliki damma taqdir yushrun bo'ladi, nasbiliki fatha taqdir yushrun bo'ladi, jazmiliki lamning hasbi bilan bo'ladi, naqis alifi bo'ladi. Naqis bayat naqis 3 xil bo'ladi. Vavi, yoy, alif. Vavi bilan yoyning ahvoli bayat. Alif yo'q, masalan, xashiya, yaxsha. Ikkilik emas, ko'plik emas, muxotabat. Masalan, sa'a, yas'a degandek. Huwa yas'a, pesh yushrun, va la yas'a, zvar yushrun, va lam yas'a. Oxiridagi harf qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Asosi sa'a alif bilan sa'a alif bilan asli va emas, ya emas. Bunda holat bunda bo'ladi. Shuning bilan bizningki 35-darsimiz filning haqidagi fil mudori'ning i'robi haqidagi dars tugadi. Yana davomlashtiramiz. 36-darsimiz. Endi biz bayatdan fil mudori'ning i'robini bayon qildik. I'robi raf'i, nasbi, jazm bo'ladi. Fil mudori' marfu bo'ladi, mansub bo'ladi, majzum bo'ladi. Endi biz ismlarni marfu, mansub, ya'ni marfuat, mansubat, majrurat degan vaqtimizda marfuatning omillarini bayon qilgandik. 8 tur omili bor. Ya'ni ibtida omili bo'lgan vaqtda mubtada xabar bo'ladi, fil omili bo'lgan vaqtda fa'il bo'ladi. Lekin naib fa'il bo'ladi. Inna omili bo'lgan vaqtda xabar bo'ladi. Kana omili bo'lgan vaqtda ism bo'ladi. Ya'ni omil bo'ladi. Mansubatning shunda omil bo'ladi, majruratning omil bo'ladi. Endi fil mudori'ni marfu bo'ladi, mansub bo'ladi, majzum bo'ladi degan vaqtda qandaq omilda marfu bo'ladi, qandaq omilda mansub bo'ladi, qandaq omilda majzum bo'ladi. Ya'ni fil mudori'ningki ravofi'lari, nawasiblari, javozimlarini o'rganmoqchi madrasada biz hozir. Fil mudori'ni qandaq vositalar pesh qiladi, qandaq vositalar
Qandaq vasıtlar nasb qiladi, qandaq vasıtlar jazm qiladi, mushuni o'rganmoqchi. Davada da Abduramda el-mudari'ul marfu. Mishadin kelimiz. Fil mudari' marfu'tga amil ma'navi. Xuddi mubtada xabarning ma'navi. Ma'navi degan gap sirtqa hech qanday amil kelmasligining o'zi ashning amil bo'ldi. Masalan, u ma'navi bo'lsa-mu, fil mudari'ning nasib jazmdan nasb qiladigan, jazm qiladigan amillarning xoli yo'qonligi. Shunda amilning kelmaganligining o'zi fil mudari'ning raf'iligi. Masalan, huwa yusafir oldida hech qanday navosib amil yo'q. Nima navosib amillar so'rashing mumkin? Inshaalloh sal turib navosib amillarni, javozim amillarni ko'ramiz inshaalloh darsning oxirigacha. Huwa yaghzu, huwa yarmi, huwa yas'a deganlarning hammasida hech qanday navosib yo'q, hech qanday javozim yo'q. Endi sal sabr qilinglar, sal turib biz navosiblarni o'qiymiz, javozimlarni o'qiymiz. Shunday navosiblar bo'lmaganida, shunday javozimlar bo'lmaganida fil mudari marfu bo'ladi. Xolos, marfuning masalasi shuning bilan tugadi. Endi nasbicho, navosib amillar qaysi fil mudari nasb qilish holati qanday holat desa, al mudari'ul mansub degani nasblik holatdagi fil mudariga kelsak, fil mudaridagi amil, fil mudari mansubdagi amil 5 harfdan 5 tal harfdan birisi kelib qolsa, nasb o'qiladi. Nayta addi. An, lan, kay, izan. Tutib qoldi-ku desa, birisi yushrun andan birisi bor. Yushrun an. An, lan, kay, izan. Mavlana hammani bilasizlar. An, lan, kay, izanlarni men. Yushrun an oxirisida bi taqdiri an fi 17 mawdi'an. Mukhallasa fi 7 aqsam. 7 aqsamga bo'lingan. O 7 o'rinda yushrun keladigan bir andan birisi bor. 7 turga xuloslaymiz, lekin o 7 turda en yushrun keladi. Shu en yushrun kelgan yerdagi anmu fil mudari nasb qilgan amillarning birisi. Demak, yuqoridagi vaslarning hammasi fil mudari nasb qilinadi. Ham bularning har bizning o'zgarishlik bir alohidligi bor. Masalan, kelayli an desak, fil mudarini masdarga o'zgartirdi. Buni biz davomli tarjimalarimizda va boshqa tillarda da'vatimiz. Lan desa kelgusi zaman inkor qiladigan vasita, boshqa narsa emas. Kay desa fil mudarini masdarga aylantirib sababni ifodalaydi. Fil mudarini masdarga aylantirib sababni ifodalaydi. Izan desa bu bir javobni ifodalaydigan harf. Masalan, biz misolga qarab baqsaq tushunamiz. Uridu ay yuhsina akhi ilayya. Qarinishimning menga yaxshilik qilishini umid qilaman, orzu qilaman, xohlayman desa, yaxshilik qilishini masdarga o'zgartiribdi. Yuhsina oxirisi zo'r qildi. Ana lan adribaka. Mesela hergiz umayma. Ma'nosi o'zgarish olmadi, kelgusi zaman inkor. Aslamtu kay adkhulal janna. Jannatga kirish uchun, ya'ni lidukhulul janna, adkhulni masalaga o'zgartirib, sababni ifodaladi. Lidukhulul janna ma'nosida keladi. Idan yaghfirallohu laka. Masalan, birisi men manda qildim, tavba qildim desa, idan yaghfirallohu. Birisi oldida kelgan jumlaga javob bo'lib, idan yaghfirallohu laka deb manda keladi. Javobni ifodalaydi, oxirisida zibar qiladi fil mudariniki. Andikin ma an yushrun anning masalasiga kelsak, o 7 o'rinda yushrun, 7 o'ringa xulosalaymiz. Buning birinchisi hattalardan keyin. Masalan, hatta fil mudarin oldiga kirib qolsa, aslamtu hatta adkhulal janna desa, mushurunda hatta bayatdagi key ma'nosi bilan o'xshash, men jannatga kirish uchun musulmon bo'ldim. Amaliyotda bu yerdan uchun degan gapni qanday chiqaramiz, sababini qanday chiqaramiz, nishonni desa, chunki hattoni biz bilamiz, hatta g'oyatni ifodalash uchun keldi emasmi? Men musulmon bo'ldim, nihoyatda oxirgi nishonimda g'oyatda jannatga kirma degandek hukm. Shu yerdan sabab ma'nosini chiqaramiz. Hattodan keyin an yushrun keladi. An yushrun keldi degan gap jumlada ba degan gap undan keyin kelgan fe'l mudorini ismga aylantiradi masala degan gap. Ya'ni jannatga kirish uchun musulmon bo'ldim deb tarjima qilsak xatolashmaymiz. Ikkinchisi lamdan keyin, kayning lamidan keyin degani bayatdan kay uchun dedi qolmasmi sabab? Shu ma'noni ifodalaydigan lam. Masalan, qama zaydun li usqalli. Zayd namoz o'qish uchun o'rnidan turdi. Yana bayatdan degan gapimizning aynisi huwa. Ya'ni fe'l mudorini masdariga o'zgartirdi, sabab maqsadni ifodalaydi. Ya'ni Zayd namoz o'qish uchun deb lam masdar ma'nosini tarjima qildi. To'rtinchisi juhudning lami degani jumlani inkor jumlaga, ya'ni bulusiz jumlaga aylantirish. Masalan, ma kanallohu liyu'azibahum, Alloh uni azoblamaydi. Inkor shakli bor. Mush o'rinda bu lamning keyin an taqdir qilinadi, fe'l mudorini so'ra qiladi, boshqa ma'no yo'q. Qilmaydi, etmaydi degan lam ma'no bor. Ma kanallohu liyu'azib, Alloh uni jazolamaydi. Masalan, ma kana Muhammad liyatruk al-madrasa, Muhammad maktabni tashlamaydi. Bu bir xil jumlani inkor qilishni ifodalaydi. Shu gullarning uchun u bu deb o'tmanglar. Boshqa hukm yo'q bu o'rinda. Inkorlar boshqa narsa emas. To'rtinchi o'rin amrining javobida kelgan fa'ning amrining javobida tushgan fa'dan keyin an taqdir qilingan ahvollar bor. Odatda amrdan keyin rushun savoldan birisi keladi-ku. Masalan, aslam
Musulmon bo'lsam nima bo'ladi desa, in tuslim fataslam. Agar sen musulmon bo'lsang, salomat qolasan. Aslam fataslam. Jumlaning umumiy tahlili shu. Shu o'rinda fa'dan keyin an taqdir qilinadi. Fataslam degan fil mudorini qana qiladi, zabar qiladi. Nahiyning javobidan keyin tushgan fa'dan keyin shu. La ta'si fatu'azzab. Asilik qilma. Fatu'azzab. Agar unda qilib qolsang, azoblanib qolasan. Fatu'azzab, azoblanib qolasan. Fatu'azzaba. Istifhamdan keyin tushgan fa'dan keyinmi ham an taqdir qilinadi. Hal ta'lam fatanjuva. Bilamsa, agar mushuni bilib qolsang, sen qutulib qolasan. Fatanjuva masalan. Nafiydan keyin tushgan ma tazuruna bizni yo'qlamayotsa, fanukrimaka. Agar yo'qlab qolsang, bizni hurmatlaydiq. Tamannidan keyin laytali malan kashki pulim bo'lgan bo'lsa, ha, agar pulim bo'lgan bo'lsa chiqim qiladim. Arddan keyin yani ard deganimiz odatda bunda bir ishlarni bunda bir qilsangiz, assingiz-da bunda talab qilish. Ala tanzil bina. Bizning uyga bir tushmangmamla fatusiba khayra. Yaxshilik yetib qoladdilar masalan. Mujurunda fa'd. Demak, yuqorqi o'rinlarda kelgan fa'din keyin an taqdir qilinib, undan keyin kelgan fil mudori'lar nima qiladi? Zavar qiladi. Lekin umumiy jihatdan masdarni filni masal o'zgartmaydi yuqorqi o'rinlarda. Faqat yurun bir savol va sualga javob shaklida kelgan bir shartlik jumladek bir hukm bormi o'rinda, shu hukm shaklida fil mudori'ni qana qiladi? Zavar qiladi. 5-chi o'rin yuqorqi 4-chi qismda o'tgan ishlarning javobi degan. Yuqorqi o'tgan ishlar masalan amr, nahi, istifhom, nafi, tamanni, ard deymiz. Mushularning javobida vo kelib qoladi. Ma voning ismi ma'a ma'nosiga vo deb matab qo'yamiz odatda. Mushu vodan keyin an taqdir qilinib fil mudori zavar qilgan vallohu. Masalan, yuqorqi misollarning hammasiga fa'ni vav o'zgarsak bo'lardi. Aslam va taslima. Hal ta'lam va tanjuwa. Ma tazuruna va nukrimaka. Laytali malan va unfiqahu degandek manda shaklda qilsak bo'lardi. 6-chi o'rin ila ma'nosi kelgan bir avva shu avdan keyin an taqdir qilinadi. Ji'tuka aw tu'tiyani haqqi. Sen mening haqqimni berganga qadar men qana qilib kelishadiki, aw ila ma'nosida undan keyin an taqdir qilinib tu'tiyanin zor qiladi. Ya'ni ilaning filning ustiga kirishni qana qiladi? To'g'rilaydi ma o'rinda. Asli ila filni kiranmaydi ma'no jihatda. Ammo an taqdir qilinish orqali keyindagi filni ism hukmida qilsa, undan keyin ila ismi ustiga kiralaydi emas. Mana shu asosda fil mudorini zor qiladi. 7-chi o'rin ma'tuf oshkor ism bo'lgan vaqtida kelgan atfning o'rniga. Masalan, bir fil bor. Bu filni bir ism qattiq qildik. Hammalar bilasizlar, qoidada fil qattiq qilindi, ism qattiq qilinish kerak. Oldidagi ism, keyinidagi fil mudori. Tabiiyki, filni ism qattiq qilish uchun chuqum ikkisi bir hukmda bo'lish kerak. Ya'ni ma filmi ismning hukmida bo'lish kerak. Ismning hukmida bo'lish uchun tabiiyki, vav, atfning vavsidan keyin an taqdir qilinib kelib, fil ismga o'zgaradi. Masalan, a'jabani qiyamuka va takhruja desa va khurujuka degan ma'noda shu o'rinda. Sening turib chiqib ketsang, meni hayron qoldirdi. Ajab qo'pol turiblam chiqib ketdingiz ya degandek bir o'qimamdi. Tahrujni qiyomga atf qilish uchun mushu atfining vavsidan keyin an taqdir qilinib, tahruj ismning hukmida bo'lish kerak. Shuning bilan an yushrun qilib o'rinlarmi so'zlanib tugadi o'rinda. Andikin oyatdagi amrning javobida kelgan fa'dan keyin, vavning javobida kelgan fa'dan keyin o'rinlar bir necha emas, ma bir turining ichidan 4-5 o'rin chiqdi. Ashlarning hammani qo'shsak, umumiy o'rin 7 ga boradi, lekin 7 ga xulosalanib 7 o'rin deymiz shuni. Undan boshqa biz bayatdan lamikay bilan an taqdir qilinadi emasmi? Shu lamikay bilan an oshkor kasm bo'ladi, juma yushun kamisim bo'ladi. Masalan, yajuz izharu an ma anna lamikay bilan oshkor keltirishmi durust? Aslamtu li adkhulal jannata o'xshash. U vaqtida yushun kelgan an deb o'tamisak bo'ladi. U filmlarning oldiga kelgan an deb tushunsak bo'lardi. Va vat bilan oshkor keltirishmi to'g'ri ajabini qiyomi va an taxruj bu adini an yushun kelgan deb o'tamisak bo'ldi. Oshkor kelgan an sifatida, ya'ni film mudorini zor qildigan, nasb qildigan holatda amalni bir kessak bo'lar, davom qilsak bo'lardi. Ondan keyin
enni la-i nafiye bilen aşkar keltiriş vacip, la-i nafiye ve lam-ike bilen cümle. Adette lam-ike keynin la nafiye vaqtda ma'mul lam, ma'mul la. Lilla deb kullanılmaydı. Mesela men dozaqqa kirmaslik uchun musulmon bo'ldim demoqchi bo'lsak, masalan aslamtu li la adkhulun nar demoqchi bo'lsak, men dozaqqa kirmaslik uchun musulmon bo'ldim desak, la bilan lamning o'tirga an yushrun kiludi desak, lila degan bo'lmaydi. Chunki oshkor qilish vojib. Masalan li Alloh o'xshash, li Alloh ya'lam demasmi? Xo'sh. Endi bu yerda biz hozir fil mudoratni zabar qiladigan omillar haqida paran qilyapmiz. Bu omillarni vositalarni 5 ga to'xtatdik. An, lan, kay, izan, yushun an degandek. Undan keyin biz oyat hadislarga ko'z yugurtganimizda, arabcha kitoblarga ko'z yugurtganimizda bir xil an uchraydi oldimizga. Fil mudoratning oldida keladi. Ba'zida zabar qiladigandak, ba'zilar qilmaydigandek. Bo'lib muallaqqa alima ya'lamudin kin. Alima degan fe'ldan keyin, ba'zi zanna degan fe'ldan keyin kep qiladigan bir allava. Mushu anning masalasini mushu munosabatlarni so'zlab o'tib ketaylik. Masalan, Qur'oni Karimda alima an sayakunu minkum marada. Alima an sayakunu minkum. Paşa qilib ketdi emasmi? Zarur qilmadi bu qanda an masalan. Ba'zi vaqtda zarur qilgan ahvollar bor. Masalan, zannadan keyin kep qolsa, mushu ahvol qanday ahvol desa, buning munosabatini deymizki, bilginki ilmidan keyin tushgan an, alima an sayakunudagi an fil mudoran zarur qilgan bayatdan an emas ma'vo. Faqatlam u ig'ir annidan yengillashtirilgan. Aslisi alima annahu sayakunu minkum marada deb mushabbaha bil fi'l. Yengillashtirilib an sayakun deb ketgan. Shu u yerda fil mudoran zarur qiladigan alohidlik yo'q. Balki alima annahu sayakunu o'gandan tashlanib ketgan damir shan anning ismisi sayakun anning xabri bo'ldi. Hurfu mushabbaha bil fi'l. Ammo zannidan keyin tushgan anida ikki xil yo'ldirusligini xuddi alimadan keyin tushgan anniga o'xshash urf mushabbah bil qilvasakin bo'ladi yoki fil mudorini zavar qilgan qilvasakin bo'ladi. Ya'ni antansiba biha degan buni fil mudorini zavar qilgan an qilib fil mudorini zavar qilsakin bo'ladi yoki uni ilmidan keyin tushgan anga o'xshash urf mushabbah bil yengillashtirilgan qilsakin bo'ladi. Shu azunnu an sayansuruhu deyada azunnu an sayansuruhu deb sayansurahu deb fil mudorini zavar qilgan an qilsakin bo'ladi. Sayansuruhu deb annahu sayansuruhu ma'nosida ya'ni musaqqaladan muxaffafa qilingan an qilvasakmicho bo'laydi. Shuning bilan bizningki fil mudorini zavar qiladigan omillar haqida so'zlaydiganimiz oxirlashdi. Endi eng oxirgi birisi qoldi. Ya'ni fil mudorini jazm qiladigan vositalar, sukun qiladigan vositalar. Desa fil mudori majzumdagi omil tuandagi harflarning birisi. Buni asli so'rash kerak. Lam fil mudorini oldiga lam kelib qolsa sakin bo'ladi. Lam yazrib. Lamma yadrib. Lamliq amr li yazrib. La nahiya la tadrib. Ondan keyin sakin qiladigan so'zlar. Bu so'zlarning ichida ba'zi harf, ba'zi ism. Shu buni harflar, ismlar deb ayirib bo'lmaydi. Ba'zi harf, ba'zi nima ism. O'zimi in, mahma, izma, ayna, haythuma, man, ay, anna va yushrun al qatarlıqlarning hammasi bularning ismli bo'lsin, ma'nosi ayrim. Ma'nosini so'zlash ayrim masala. Harflarni harf so'zlaymiz, ismlarni ismni so'zlaymiz. Masalan, kelsak lam degan o'tgan zamonni inkor qiladi. Lamma o'tgan zamonni tavaqqu bilan inkor qiladi. Lam degani lamul amr degani fil mudorini amrga o'zgartiradi. Shuni shaxs amriga. La nahiya degan ikkinchi shaxs bulusiz amrga o'zgartiradi. Masalan, mujozat kalimalarining ichida in shartni ifodalaydi. Masalan, mahmamın şartını ifadelaydi. Degandek hammasının bir ma'nosi va ularninki. Ma'nosi boshqa masala. Hozir bizga lozim bo'lgan mushu yuqoridagi vositalar fil mudorining oldida kelib qolsa, fil mudori nima qiladi? Sakin o'qiladi. Masalan, lam yusafir safar qilmadi, lamma ya'si tehi asilik qilmadi, liyunfiq khayrisun la tadrib uma in tahtarim ahtarim hurmat qilsang hurmat qilma. Oxirigacha mushu bo'yicha ketsan bo'lar. Xo'sh, mushundan tushunib olsanglar bo'ladi qolgan masalalarni. Jumladagi buning tafsiliy ahvollarini inshaalloh so'zlaymiz harfning bayonida. Va bu yerda hozir bizga munozara tarafini so'zlab qo'yamiz. Endi bu yerda lam bilan lamma ikkisi bor. Ikkilisi o'tgan zamonni inkor qildi, lekin farqi nima desa, lamma mutlaq o'tgan zamonni nima? Lam mutlaq o'tgan zamonni inkor qildi. Masalan, lam yadrib desa umidi. Tundigan umidi, o'tgan zamonda umidi, mangu umidi. Ammo lamma yadrib desa tehi umidi. Mushun bilan tushunib olsam bo'ladi. Tehi umidi degan gapning o'zidan o umoqchi pat arudu urudu degandekchi. Lam ya'ti desa kammidi.
Qachon kelimiz kemmidi? Mutlaq gap. Lamma ya'ti desa, texi kemmidi. Yani kemmaslik davomlashyapti, davomli qarab turyapmiz, kutib turyapmiz kelishini. Kelish ehtimoli bor. Ya'ni kelishini saqlayapmiz deganda ko'ra uqum chiqmayapti. Shunda aytadi, lam fili mudari'ni mazi manfiga o'tgan zaman inkor maziga o'zgartiradi. Lamma shunga o'xshash, lekin lammada shu lammadan keyin tavaqqu bo'lgan ish harakatning 101 ehtimol. Mazi manfi degan gap bulutsiz o'tgan zaman degan gap. Lam tugidi. Ammo lamma ish harakat yuz bermadi, lekin 105 ehtimol, tavaqqu degan kutish ehtimol. Va davomda qablahodiki texichi bo'lmadi, davomlashib kelyapti. Bundan keyin bo'lish ehtimoli bor degandek mana bir uqum bor. Xo'sh, andan lammadan keyin fe'lni tashlasak bo'ladi. Nadima Zaydun va lamma desa, Zayd pushmon qilyapti, texichi uning be pushmoni manfaat berib boqmadi. U pushmon qilgan bilan asli kammadi degandekchi. Lamma yanfa'uhu nadam degan. Ammo Nadima Zaydun va lam deganmaydi mayada. Shuning bilan fe'l mudori'ni rafi' qilgan omillar va nasb qilgan omillar va jazm qilgan omillarni oxirlashdi. Endi mushakaga vaqtida biz bayatdan fe'l mudori'ni sakin qilgan so'zlar jarayonida misoldan birga qarab qoldik. In tahtarim, ahtarimda bir misol ko'rib qoldik. Agar hurmatlasang, hurmatlayman. Undan va indin kinki mahma, izma, ayna, haythma, man, ay, ana deganlarni fe'l mudori'ni sakin o'qishda chuqur shart o'qiganda. Shart bayatdan biz kelgan misaldagidek in tahtarim, ahtarim. Ikki dona fe'l mudori bor ekan. Misalga diqqat qilsanglar, in tahtarimmu sukun qildi, ahtarimmu sukun qildi. Ikki fe'l mudori sukun qildi bir omil bilan. Mush ahvol bizga sal bir g'idiqlaydi, bizning bir savol paydo qiladi. Bir fe'l mudorini sakin o'qitamda, ikki fe'l mudorini bu ikkisining qanday munosabati va qanday jumla? Hozirgi 37-darsda biz shu haqda so'zlaymiz. Ya'ni al-fi'lul mudari va kalimatul mujazat. Fe'l mudari bilan fe'l mudorini sukun qiladigan so'zlar haqida to'xtalamiz. Endi kalimatul mujazatdan bayon eskartib qo'ygan kalimatul mujazatning ichida harf va ism bor. Harfan kanat aw isman. Mayli kalimatul mujazat harf bo'lsin yoki ism bo'lsin, ikki jumlaning ustiga kiradi degan ikki fe'l mudorining ustiga kiradi. Bir fe'l mudori bir jumlaga hisob. Nimish qadisa avvalgi jumla birinchi jumlaga sabab ekanligini dalolat qilsin uchunki, birinchi jumla bo'lsa, ikkinchi jumla yuz beradi degandek ma'no chiqadi. Ya'ni birinchi jumla shart, ikkinchi jumla javob. Birinchi jumlani shart deb ataymiz, ikkinchi jumlani jazo deb jumlab ataymiz. Mushatal bilan davomlashimiz buni hozirgi darsda. Ondan keyin shart va jazo ikkalasi mudori bo'lib qolsa, jazm qilish vojibki, in yoki inga o'xshash kalimatul mujazatlar ikkala fe'lni sakin qila oladi. Masalan, in tukrimni ukrimka. Mushbek muhim. Agar sen meni hurmatlasang, men seni hurmatlayman. Ikkalasi sakin o'qildi, ya. Ikkalasi mozi bo'lib qolsa, labzan amal qilmaydi. Chunki mabnida amal qilmaydi. In darabta, lekin ma'nosi mudori, ya. Agar sen ursang, urma. O'tgan zaman emasmi? Ursang, urma kelgusi zaman. Chunki in kelgusi zaman uchun keladi, modi bo'lib qolsa-mi. Agar jazo yolg'iz mozi bo'lib qolsa, shartda jazm qilish vojib. Birinchi bil mudori bo'lib qolganlikning av jazm bo'ladi. Masalan, in tadribni darabtuk. Agar sen meni ursang, urma, o'xshash. Ma'nosi o'xshash, lekin tadribni sakin bo'ladi, darabtuka mabni sakin bo'lmaydi. Agar shart yolg'iz mozi bo'lib qolsa, jazoda sakin qilsang bo'ladi. Chunki harfi shart va uning ma'mul bo'lgan jazoning o'tirini mabni bo'lgan bildim birisi arilib olgan bo'lg'achqa, uning kuchi ojizlaydi. Shunga yana vojib emas, balki mabni bunda jazm qilsang bo'ladi, jazm qilmasang bo'ladi. In jitani ukrimka desang bo'ladi yoki ukrimuka deb uning amal bermasangmi, sukun qilmasangmi bo'laveradi. Kalongni qo'yib qolsa, buni sananglar, ikkalasi bilan muzorab qo'yib qolsa, har ikkalasi vojib. Ikkalasi mozi bo'lib qolsa amal qilmaydi. Shart mudori jazo mozi bo'lib qolsa, keskin vojib sukun qilish. Shart mozi jazo mudori bo'lib qolsa, ma'noda ikki yo'l durust. Ya'ni sukun qilsa bo'ladi, sukun qilmasa bo'ladi. Xo'sh. Bugunki agar jazo mozi qatsiz bo'lib qolsa, baytonga o'xshash darabtuda jazo darabtu qatsiz qo'ya, bunga takirish to'g'ri emas. In akramtani akramtuga o'xshash. Va man dakhalahu ma shart qo'ya kana aminan kan jazo fakirmaydi. Ammo mudori musbat yoki lavla manfi bo'lib qolgan bo'lsa, ikki yo'l durust fakirsin bu. Maydalikqa
biz asli kelimel mujazatda ketyapmiz asli fil mudari'ning sakin o'qilish masalasi. Ammo mishak munosabatlik bir gap bor. Shart bo'lgan jumlalarning jazosiga fa kiradigan bir ish bor. Fa qanday yerda kiradi, qanday yerda kirmaydi. Avval biz avval kirmaydigan yerda bo'layli. Mutlaq kirmaydigan yer shartning jazosi mozi bo'lib qolsa, mutlaq kirmaydi, qat'iy bo'lib qolsa. Bu bir. İkincisi, mudari musbat bo'lib qolsa, in darabta adribga o'xshash yoki lavlan bo'lgan manfi bo'lib qolsa, lan laysalan emas. Ikki yo'ldurski in tahtarimni ahtarimga deb fa'siz bu kelgandek yoki fa ahtarimga deb fa'lik. In tashtumni la adribga deb fa'siz yoki fala adribuka deb fa'lik keltirsak bo'ladi. Ma ikki o'rin fil mudari musbat yoki fil mudari lavlan bo'lgan manfi bo'lib qolsa, ma ikki o'rinda fa keltirsak bo'ladi, keltirmasak bo'ladi. Tamam. Endi mana ikki o'rin fa'ning kelish vojib bo'lmagan o'rin bo'ldi hisobda. Ta'tirga o'rinlanib ikkisini. Mazi qatsiz bo'lganning ta'tirisi agar jazo qatlik mazi bo'lib qolsa, birinchidan keskin fa'ning kelish vojib. Shun qarangli kitobga. Agar jazo mazkur ikki qismning birisi bo'lmay qolsa, 4 shakl chiqadi buning hozircha. Birinchisiga qaranglar. Mazi qatsiz bo'lsa deganmi? Mazi qatlik bo'lib qolsa, fa kirish vojib bo'ladi. Shu 4 o'rinda. Birinchisi, agar jazo qatlan bo'lgan mazi yo'q qilish, ayakunul jazo mazi yo'q. Masalan, birinchisida qatsiz mazi emas, qatlik bo'lib qolsa, iyasriq faqat saraqahullohuda qatva fa kirish vojib bo'ldi. Eson tutilolmani. Agar jazo mazi qatlan bo'lib qolsa, fa kirish vojib. Ikkinchi, fil mudari manfi lavlan bo'lgan manfi degan to'qmaya. Endi laning boshqasidan bo'lgan manfi bo'lib qolsa, va men yabtaghi g'ayral islam dinan fala yuqbala minhu. Mazi laning boshqasi bilan manfi bo'lib qolgan bo'lsa. Ikkinchi. Endi ma'nodan boshqa shakli fil mudari musbat chiqib ketib qoldi. Fil madi chiqib ketdi. Fil mudari manfi lavlan chiqib ketdi. Lazimdan holat kuduma. Endi jumla ismiya bo'lib qolsa. Ya'ni uchinchisi jumla ismiya bo'lib qolsa jazo. Men jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Fakirishning bo'ladi, vojib bo'ladi. To'rtinchisi jumla inshoiya. Jumla inshoiya degan balog'atda sizlar o'qimadinglar-ku. Amr, nahi, istifhom, nido, tamanni degandek 5 tur bor talabiy qismi. Mushlarning birisi bo'lib qolsa, jumla insho degani ya amr bo'lib qolsa, ya nahi bo'lib qolsa, ya istifhom bo'lib qolsa, ya duo bo'lib qolsa degandek jumla inshoiya bo'lib qolsa, adad jumla ishga ko'pilamiz. Jumla xabariya, jumla inshoiyada buni inshaalloh balog'atda so'zlaymiz. Ammo hozir jumlaning ikkiga bo'linganligini bilib turinglar. Jumla xabariya deganimiz biz ashuna kunni bir o'qiyotgan jumla ismiya, jumla fi'liya deganlar shu. Inshoiya deganimiz amr, nahi, istifhom, tamanni, nido deganlar, duo deganlarni istifhom inshaalloh tushunib turinglar. Mashta bo'lib qolsa, an fakirish vojib bo'ladi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni deb jazo jumla amr bo'ladi, insho bo'ladi, fakirdi. Nahi bo'lib qolsa imma nahyan فإن علمتموهن مؤمنات إن شتوا فلا ترجعوهن نهي وبقبت فاكر ده لك اسفهم بقاسة إن تركتنا فما يرحمنا اسفهم لك دعاء بقاسة إن أكرمتنا فيرحمك الله من شكل ده دعاء بقاسة قيد كلا إليا ماضي قدس بقاسة فاكر جميدو درسة مسبعنا كريشة مضارع مثبت لولا بغن منفي بقاسة ياكي fakirsin bo'ldi, kirmisin bo'ldi. Mush ikki turining ta'tirisi ko'rsak, mazi qatlan bo'lsa, birinchidan fa'ning kirishi vojib. Ikkinchidan ladin boshqa bo'lgan fil mudari manfi bo'lib qolsa, fa'ning kirishi vojib, masalan lam bilan bo'lsa. Uchinchidan pillaning bitigandan jumla ismiya bo'lib qolsa, fa'ning kirishi vojib. To'rtinchidan jumla inshoiya bo'lib qolsa, fa'ning kirishi vojib. Mushu buni saqlab olsanglar, arabcha jumla tuzgan vaqtinglarda faqat xatolashmaydi inshaalloh. Endi gap tugaganda bayatdan biz mushu fakirish vojib bo'ladigan o'rinning 3-chisida jumla ismiya bo'lib qolsa fakir dedik emasmi? Mushu jumla ismiyada fa kirgan fa'ning o'rniga izo kiradigan ahvollar bor. Shu vaqtda izoni haliqib biz o'rgangan qilgan vaqtda chog'dagi izo o'xshaydi yoki mufojaatning izosi o'xshaydi deb o'ylamanglar. Bu faqat fa o'xshash rol o'ynaydi. Tarjimada fa'lak rol o'ynaysizlar. Shu turda ba'zida izo fa'ning o'rnida jumla ismiya bilan keladi. Va in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun desa, mana izo deganni qanaqdir izo yoki ma o'ltamam. Balki fa'ning o'rnida o'ynaydigan izo. Ya'ni ular qilib solgan ishlar sababli musibat yetib qolsa, ular umid uzdi.
Ular ümit uzudi deb namda tushunamiz meyda. Anda vaqtiki yoki chog'da, aytgan joyda yoki tuyuqsiz degandek ya iza mufojiat ya iza shart deb o'ttanolmay. Faqat fan o'rinda kelgan nima iza. Xo'sh. Endi biz kalimatul mujazatlarning qatorida biz yushrun in deb bir narsani degandek ismimiz bor. In yushrun kelib film muzorani sakin qilgan hollamba abturdodida in tuandagi pillarning keynida yushrun qilinadi. Masalan, ta'allam tanjah degangan agar o'rgansang qutuq qazilsa deb bir xil ikki jumla bizga shartdak bunda ifodalansa, bu o'rinda inva deb qarab ta'allam in tata'allam tanjah ma'urunda aslisa deb turib tanjah sakin o'qiladi. Nahidinkin la takzib in la takzib yakun khayran laka deb shartdan birini yushrun taqdir qilib yakun ashno javobi deb qarab jazosi deb qarab sakin o'qiladi. Isfhamdinkin hal tazuruna in tazurna nukrimga deb mana shaklda sakin o'qiladi. Tamannidikin layta indi laytaka indi kashki sen meni qashimda bo'lgan bo'lsang ha deb bo'lib in kunta indi akhdimka deb sakin o'qiladi. Ardinkin mu'ala tanzil bina in tanzil bina tusib khayra degan mana shaklda. Yuqoridagidek film mudorini yushrun keltirilgan en sababidan sakin o'qilgan ahvol qanday bo'ladi desanglar, ida qusida. Birinchisi, ikkinchisi sabab, ya'ni shart deb maqsad qilinsa shunday bo'ladi yuqoridagi misaldagidek. Masalan, sizningki ta'allam tanjah degan so'zning ma'nosini asliga qaytarsak, in ta'allam tanjah mana bo'ladi. Shunlashqa la takfur tadkhulun nar degan gap xato. Chunki birinchi la takfur kafir olmaslik dozaqlik sabab bo'lmaydi bu yerda. La takfur in la takfur tadkhulun nar desa xato bo'ladi. Shu tufayli mayada tadkhulun nar deb sakin o'qimaymiz ma o'rinda. Chunki saviya cheklanadi. Chunki in la takfur tadkhulun nar degan logik jihatdan nima ma'vo xato bo'ladi. Shuning bilan bizning bugungi darsimiz oxirlashdi. Fe'l mudori'ningki i'robiy ahvollari va fe'l mudori'ningki raf'i qildigan omillari, nasb qildigan omillari, jazm qildigan omillari va shuningga munosabatlik shart jumlasi, jazo jumlasi va shart jazo jumlasidagi sakin o'qilish ahvollari va jazo jumlasiga fe'l fa'ninga kirish ahvollari shundan oxirlashdi. O'quvchimizning talab qildiganimdan o'xshash do'stga berilgan tadbiqotlarni har birisini ko'zdan kechirib kitobdagi tadbiqotlar va yoki o'zi oyat hadislar yoki boshqa arabcha kitoblardan tadbiqotlarni o'zi amaliy oldidan o'tkazib darsliklarning o'zlashishiga kuch chiqishni umid qilamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.